Bugun sizlarga shunaqangi chiroyli 2 yotoqdan iborat atiga 1,50,000,000 ga chiroyli xonadonimizni polniy remont texnika hamma yo'g'i bilan kelgan variantini ko'rib chiqamiz. Uyingizga kirish paytingizda mehmonlar uchun sanuzel, bu yoq tomonda kir mashinalari uchun laundry va o'ng tomonda shunaqangi polniy yarim ochiq oshxonamiz, polniy bitovoy texnikalar bilan birgalikda kelgan. Bu yoq tomonda bo'lsa xizmatchilar xonasi, shunaqangi kichkina xonasi va o'zini shunaqangi sanuzellari bilan birgalikda kelgan variant bo'ladi. Xo'p, lokatsiya JBRda joylashgan, juda ham chiroyli, vid вообще shikarniy. Bu yoq tomonda hatto shunaqangi qo'shimcha shkaflari bilan birgalikda ko'rinmas joyda qo'yilib ketilgan. Bu yoq tomon kanal view juda ham chiroyli, bilasizlar, Dubay kechqurun bilan baribir go'zal. Kechqurun juda ham chiroyli vid ochiladi. Bu yoq bo'lsa, mana shunaqangi chiroyli birinchi yotoqxonamizning katta garderoblari, o'zini shunaqangi chiroyli sanuzeli va mana shunaqangi chiroyli yotoqxonamiz. Qarang qanaqa chiroyli. Xo'p, endi bo'lsa ikkinchi master bedroomimizga kirishdan oldin bitta omborxonamizga e'tibor berib qo'yamiz. Bu yoqqa chemodanlar, hamma narsani qo'yib ketsangiz bo'ladi. Ikkinchi yotog'imizga kirganimizda kirishimizda mana shunaqangi chiroyli shkaflari va kattagina sanuzeli. Sanuzeli nimaga katta deyapman? Dush va vannasi ikkita rakovinasidan iborat bo'ladi. Endi bu yoqqa kirsak, shunaqangi chiroyli kattagina vid juda ham chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa kechqurun. Kunduzi ham juda ham chiroyli. Mana buni qaranglar. Yaxtalar u yoqqa bu yoqqa o'tib yurganlarini hammasini bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Xo'p, menda bilasizlar, polniy Dubay bo'yicha ishlayman. Xohlagan lokatsiyangizdan xohlagan uyingizni zo'r narxlarda olib berishim mumkin. Xohlasangiz off plan, ya'ni qatlavan uylar, xohlasangiz tayyor uylar. Imенно mana shu variantimiz tayyor uylardan bo'ladi. Sirazi menga shapka profilda nomerlarim bor, direktdan yozsangiz ham nomerlarimni qoldiraman. Telegram, WhatsApp bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu videoda Dubaydan uy olaman deb qiziqib yurgan tanishlaringizga sirazi yuborib qo'ying. Rahmat sizlarga. Obuna bo'lishni unutmaymiz. Dubay haqida yangiliklarni ham profilimga qo'yib qo'yganman.